Assalomu alaykum Texnobozor obunachilari va tasodifiy kuzatuvchilar. Bugungi obzorimizda sizlar ham kutmagan, men ham kutmagan smartfon Vivo Y19s smartfoni bo'ladi. Bu o'zi Instagramga video olib turadi, poputni yutib olib o'tib ketdi. Smartfonimiz asosiy texnik xarakteristika, xususiyatlari, fishkalari do'stlar, bu Vivo smartfonlarida ko'p fishkalari bor. Video davomida aytib o'tib ketamiz. Sizlardan esa bir like, bir comment. Kommentda qiynalsanglar nov yozaman ekan, bir she'r yazsam ekan deb o'ylanib o'tirmanglar. Xorazm güchlab yozib o'tib ketsanglar ham bo'ladi, chunki bu video uchishi uchun yordam beradi. Videolar ko'p ko'riladigan bo'lsa, prosmotrni bizlar ham e'tibor etamiz. 500 prosmotr bo'lsa video ishlaymiz kelmaydi. Xo'p, bu Vivo smartfonlari bo'yicha 3-chi YouTube va obzor bo'ladi. Xo'p, like, podpiska bosib qo'yinglar. Esa biz obzorimizni boshladik. Bu obzorimiz uchun muzika shart emas, chunki Navoiyxonani siz polnisda yel tutdi. Xo'p, Y19 smartfonni ochib ko'rib olamiz, ichidan navlat chiqadi ekan. Birinchi hop smartfon, smartfon o dedik-ku, mirfayas. Xo'p, yomanda chexoli chiqadi, chexol ham xo'p, prozrachniy bo'lsa ham, endi необычный. Shunday ses chiqadi ekan. Xo'p, garantivniy taloni, ofitsialniy 1 yil garantiyasi bor. Imeykalari. Xo'p, smartfonimiz USB Type-C bo'ladi. Keyin ko'ramiz. Maksimal mощность 15 Вт быстрый зарядка. Да, endi bыстрый зарядка degan adi bor. Bunda SIM karta slot uchun innasi. Xo'p, smartfonimizni shunday ochamiz. Kerak ekan. Buni bu yerga qo'yamiz. Endi smartfonimizni orqa dizayni o'zlaringiz baho berib o'tasizlar. Kamera blokini atrofi glyansovoy. Barmoqning izlari qoladi bu yerda. Mana bu yerda podsvetkasi. Asosiy bir dona kamerasi ishlaydi, xudo xolasa. Ikkinchisini sinab ko'ramiz. Makro kamerasi agar bo'lmasa, ikkinchisi ham ishlamaydi. Chunki ultravide kamera bu smartfonda yo'q. Bu fonarik vazifasini bajaradi, faqatgina podsvetka, ya'ni havorlagan vaqti, boshqa etgan vaqti o'sha yonib o'tib turadi. Keyin mana bu yerda spichkasi. Bu spichka emas. Orqa qismi matoviy plastik bo'ladi. Matoviy plastik bo'lgan asosiy sababi glyansoviy plastik bo'lsa tez qirchiliq qiladi. Glyansoviy shisha bo'lsa, xo'p, Corning Gorilla Glass Victus'da bo'lsa, ular qirchilmaydi, lekin bular qirchiliq qolishini oldini olish maqsadida matoviy plastikdan foydalanganlar. Bu yerda Vivo logotipi. Smartfonimizni yonbosh ramkasida отпечатка parish uchun joy bo'ladi. O'chirib yoqish knopkasi, pastki tarafida Type-C radio, mikrofon, 3,5 mm mini jack, dinamikasi bor. Xo'p, pastdan dinamikasi bor. Ya'ni stereo zvukni ta'minlab beradi. Молодец. Sho'rina bir like bosib ketinglar, bir like. Bu yanında SIM karta slot uchun joy bo'ladi. 2 SIM karta, bir flash kartni qo'llab-quvvatlaydi. Xo'p, orqasindagi podsvetkasini yoqaman degan bo'lsangiz, mera girib olamiz. Bu smartfonimizda ko'plab animatsiyalari bor. Shu yerda dynamic podsvetkasi bor. Ya'ni уведомлениялар kelganda shu yerda xabar berib turadi. Yashilda, ya go'kda, o'zlaringizga moslab dussangizda bo'ladi. Yani telefonni shunday qo'yib qo'yasiz stolning ustida, bir vez yetib turibdi, siz bilmaysizlar, bezukda turibdi. Lekin shunday уведомлениялар SMS kelgan vaqtda bu yonib turadi. Muzika qo'yganda yonib turadi. O'shining bir qiziqli tarafi bor ekan. Keyin smartfonimizda displeyi 667 dyumli IPS displey bo'ladi. HD+ расширениясine ega bo'ladi. Smartfonimizda gersovkasi 90 Hz. Maksimal mощность 90 Hz, 60 Hz и умный переключение. Ya'ni 60 Hz, 90 Hz o'zi o'ynatib turadi. Masalan, qaysidir приложениеda kerakmidi, qaysidir приложениеda kerak. Xo'p, smartfonimizni yuzindagi dizayn o'tadan bo'lsak, normalniy 25-yil uchun mos, ya'ni bu frontalniy kamerasi diriska bo'lib turibdi. Kapli bo'lib, endi domsimon bo'lib turadigan bo'lsa, u avvalgisi. Ko'pchilik Samsungda haligacha boshi. Endi 26 lar chiqadigan bo'lsa, ko'ramiz 26 dan necha ko'p chiqadi ekan. Keyin buni zuki Vivo'lar yana bir необычный tarafi, zuklari 300% gacha chiqib qoladi. Kamerada ko'rinami yo'qmi? Yana 100%, hop, 200%, endi 300%. Zuklar nechtadan bo'lsa, komashini zukidan balandroq bo'lsa endi. Pastki tarafini beklaymiz, dapasidan chiqib turibdi. 200% zuk, 300% zuk. 200'e tushdi, yine 100'e tushirdik. Bilindik mi? Kommentariyada yozib ketinglar, bilindik mi yo'qmi?
200, 300. Aşunun bu smartfonumuz stereo zvukni ta'minlab beradi. Sizlarga Vivo, Redmi, Honor, Samsung, iPhone yoki da aksessuarlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Texnobozorda shu nomerlarni telefon istaysiz bo'ladi. Operator qizlarimizga hozirgi kundagi smartfonlarimizni baholari bilan tanishtiradi. Описаниеda ссылка orqali o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Telegramimizga, Instagramimizga obuna bo'lsangiz, hozirgi kundagi baholar, bu ishni iPhone'lar bu turgan aksiyalardan xabardor bo'lasizlar. Smartfonimizning displeyi yorug'ligi 1000 nitgacha ko'tarib beradi. Ya'ni segmentda orasida normal. Smartfonimizning operativniy pamyati 6 GB bo'ladi. O telefonga girib olamiz. 6 GB plus 6 GB. Asosiy xatirasi 128 GB. Android 14, Vantage OS 14 ni qo'llab-quvvatlaydi. Protsessori bunda Unisoc Tiger 612 bilan jihozlanadi. PUBG Mobile'dan FPS tortadi desangiz, bu smartfonimiz PUBG Mobile'da hop, o'rtacha 45 FPS ni tashkil etadi, lekin giroskopi bo'lmaydi. Va 45 FPS ham normal. Smartfonimizni keyin aytadigan tarafimiz asosiy kamerasi 50 megapiksel. Yordamchi kamerasini ko'rib beramiz hozir. Bunda 2x gacha optik zoom bor ekan, 1x va 2x bor. Portret rejimi menimcha hop. Ikkinchi kamerasini tutaliqqan. Bu birinchisi asosiy portret rejimda shu birinchida tushirib turibdi. Makro syomkasi bormi ekan buni? To'g'ri ishida ko'ramiz. Живой foto. Fotoni o'zida. Yo'q. Ikkinchi kamerasi no, deydi-ku, X atib qo'yadilar-ku. İkinci kamerası hech nechik vazifani bajarmaydi, xudo xolasa. Asosiy kamerasi 50 megapiksel, selfie kamerasi 8 megapiksel. Rasmlari o'zlaringiz baho berasizlar. Smartfonimizni yana bir masalan noqulaylik tug'diradigan tarafi, ko'pchilik Samsungdan, Vivo o'tadigan bo'lsa, yo boshqa smartfonlar o'tadigan bo'lsa, yana bu pastindagi knopkalar ters bo'lib turadi. Shuni to'g'rilashning yo'li. Navigatsiyada yozamiz, poiskdan настройкаga kirib navigatsiya. Hop, bu sistem. Navigatsiya va sistem giramiz. Uzram. Hop, kirib oldik. Hasanda yana g'irt Samsungga o'xshab turibdi endi. Samsung o'xshab turibdi. Hozirda umuman endi bir şey sizda bo'ladi. iPhone o'xshab bir şey sizda bo'ladi. Короче, aytchagim har xil yo'lda ishlaysiz o'xshaydi. Xohlanglar Samsung atinglar, xohlanglar Redmi bir şey atinglar. Kim o'zini yaksa shunda bir şey etadi. Batareyasini giramiz. Chunki menda prosent ko'rsatmaydi. Uni ham to'g'rilash yo'li bor. Stil batareya. Hop. Yine. Menda foizini ko'rsatdi. Nima imedini o'zgartirasiz har xil. Kim o'zini yaqqanini o'zgartiradi. Oshunning funksiyalari bor ekan bu smartfonimizda. Keyin dynamic effekt, har xil effekt bor. Masalan, ekranning effekti bor. Hop, yana bir zaryadga qo'yganda effektlar bor. Masalan, animatsiya zaryadki. Mana shunday animatsiyalarni o'zlaringiz yaqqan holda bu smartfonda o'zgartirsangiz bo'ladi ekan. Smartfonimizning akkumulyatori 5500 mAh bo'ladi. 1,5 kunda yetib boradi. 1 kun 1,5 kun. Lekin smartfon 190 gram yengilgina vaz. Bu где-то 8 mm bo'lsa kerak, 708 yoki 8 mm bo'ladi. Qo'lda turishi komfort. Ajoyib. Agar qayerga ketgan bir fishkalarni biladigan bo'lsangiz, kommentariyga yozib ketinglar. Tamam. Smartfonimizning eng qiziqarli joyina keldik. Bu smartfonimizning bahosi bo'ladi. Hozirgi kunda aksiyadagi bahosi 2.400.000 so'm. 2.400.000 so'm endi naqd tashlab olaman desangiz, yo'q. 6 oygacha ustamalarsiz bo'lib olsangiz bo'ladi. Ya'ni 400.000 so'mdan 6 oy berasiz, 2.400.000 so'mga berasiz. Xohlang naqd, xohlang hop 6 oygacha bo'lib olsangiz bo'ladi. Lekin u martni 20largacha amal etadi. Endi siz bu videoni yozda ko'rdingizmi yoki da 2026-yilda ko'rib o'tibmisiz, xudo biladi. Xo'p, smartfonimiz 6.128 lik, buni silver sveti bo'ladi, temniy siniy sveti bo'ladi. Hamma texnik xarakteristikalarni aytib o'tdim. Bir like bosib, shura bir like bosali, bir like, komment yozinglar. Aytdim-ku. Kommentariya kalla qatirib o'tirmanglar. Hatto bu zo'r desangizlar ham bo'ldi. Omad desangizlar ham o'tib ketsangizlar bo'ldi. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar Texnobozor kanalidansizlar. Men Javohir Jumaboyev. Xayr, salomat bo'ling.